Xitoy hukumatining Qashqarni bevosita markazga qaraydigan shaharga aylantirishga tayyorlik qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabariga qaraganda, Qashqar viloyatini Xitoyning Beijing, Tianjin, Shanxay va Chongqing qatorliq shaharlariga o'xshash markazga bevosita qarashliq shaharga aylantirish haqida Xitoy markaziy hukumatiga bir taklif sunilgan. Mazkur taklif Xitoy Fanlar akademiyasi Jo'g'rofiya va tabiiy boylik tadqiqot markazining jurnalida e'lon qilingan ekan. Bu taklif hozir Xitoyning ilmiy sohasidagi mutaxassislar orasida munozara qo'zg'amoqda ekan. Bir qismlar buning Qashqarning taraqqiyotini ilgari surish va bu orqali davlatning uzun muddatli muqimligini qo'g'dashga foydaligini ilgari surmoqda ekan. Halbuki chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar Uyg'urlarning madaniyat beshigi bo'lgan tarixiy shahar Qashqarni bevosita Xitoy markaziga qarashliq shaharga aylantirishni Xitoyning Uyg'urlarga planlagan yana bir suiqasdi deb baholamoqda. Ular bu taklifning Uyg'ur elining avtonomiya salohiyatini butunlay inkor qilganligini, uni xitoylashtirish qadamini texmo teziltirganligini bildirmoqda. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabariga qaraganda, mazkur taklif bu yil oktyabrda ichildigan Xitoy kompartiyasining qurultiyidan burun ko'zdan kechirib chiqilgandan keyin kelar yili ichildigan Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyida rasmiy o'tirg'a qo'yilishi mumkin ekan. Türkiye'nin Bursa şəhərdəki Osman Gazi rayonluq hökumətinin başlığı Mustafa Dündar əpəndi Uludağ Universitetində oxuyatqan Şərqi Türkistonluq oxucular bilan görüşdü. Oxucularni öz işxanasında kütüb alğan şəhər başlığı Dündar ular bilan ayrım-ayrım əhvallaşıb söhbətləşdi. O, oxucularımızın bu yerdə öyrənən ilim və biliminin nurunu öz dövlətidəmi çeçişini tiləymən dedi. Oxucular bolsa özlərinin sirdaş dostuğa aylanğan Mustafa Dündar əpəndinin ularni hər vaqt qollab kelganligiga rəhmət etdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Hong Kong bosh ijroiya amaldori Carrie Lam qatorliq 11 amaldorga embargo yurgizish qarorini aybladi va 11 nafar amerikalik amaldorga embargo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerikaning Hong Kong amaldorlariga embargo yurgizish orqali Hong Kong va Xitoyning ichki ishlariga aralashganligini aytdi. Xitoyning buningga qat'iy qarshi ekanligini va buni qattiq ayblaydiganligini aytgan bayonotchi Xitoyning Hong Kongga aloqador masalalarda ifodasi nachar bo'lgan 11 kishiga embargo yurgizishni qaror qilganligini bildirdi. Bu 11 kishi Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Ted Cruz va kishilik huquq kuzatish tashkilotining boshlig'i Kenneth Ross qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy embargoning tafsiloti haqida ma'lumot bermadi. Hong Kongda bir necha oy davomlashgan keng ko'lamlik namoyishga qaramasdan 6 oyda ma'qullangan talash-tortishliq bexatarlik qonuniga asosan Xitoyni tanqid qilganligi bilan tonilgan media shirkatining xo'jayini Jimilay qo'lga ilingan. O'tgan yili Oqsaroyda mehmon bo'lgan Jimilay chet el kuchlar bilan hamkorlashgan deb ayblangan. Jimilay o'zi ega bo'lgan media shirkati Next Digitalning bosh shtabidagi hujumda qo'lga ilingan. Bu jarayonda sotning buyrug'i bilan binoga kirganligi bayon qilingan taxminan 200 bexatarlik xodimining 25 yoshlik dalil isbotni oqtirib to'plaganligini bayon qilgan. Hong Kong soqchilari Laydan boshqa uning o'g'li Ian va boshqa 7 kishining qo'lga ilinganligini e'lon qildi. Egilanishicha, Lay va uning o'g'lining uyiga soqchilar besib kirib oqtirgan. Xitoy Amerika Səhiyyə ministri Alex Azarning Tayvan ziyarati va aloqasi sababidan Washingtonga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvan masalasining Amerika-Xitoy munosabatidagi eng muhim va sezgur masala ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Bir Xitoy prinsipi bu munosabatning siyosiy asosi. Amerika Tayvan haqida bergan va'dasiga xiloflik qildi dedi. Səhiyyə ministri Azar rasmiy ziyorati jarayonida mustaqillik tarafdori prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Bu ziyorat 1979-yili Amerika bilan Xitoy o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilgan. Washington bir Xitoy prinsipi va Beijingdagi hukumatni butun Xitoy xalqining rasmiy vakili sifatida qabul qilgandan buyon Tayvanga ilib berilgan eng yuqori darajalik ziyorat bo'ldi.
Livan bosh ministri Hasan Diab Beyrut portida yuz bergan shiddatli portlashdan keyin kuchli besim ichida iste'fo berdi. Livan Sahiyya ministri Hamad Hasan hukumatning iste'fo berganligini e'lon qildi. 8-oyning 4-kuni Beyrut portida portlatqich dori saqlangan 12-nomerlik iskilotda o't ofati yuz berdi. Orqadan nihoyat kuchli portlash yuz berib, butun shaharni zilzilaga keltirdi. Portlashda 163 odam hayotidan ayrildi, taxminan 6000 odam yaralandi.